Assalomu alaykum hammaga. Biroz pauzadan keyin sizlarga zo'r ish topganman. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, videomizni ko'rishdan oldin bir-biridan like bosinglar, обязательно kommentariyaga ish so'zini yozib qo'yinglar. Kimgaki ish kerak bo'lsa, Moskvadan juda ham ko'p odamlar ish so'rayapti. Mana Moskvadan ish topganman. Dokumentingiz Moskvami, под Moskvami farqi yo'q. Bu Moskvaga kelib ishlasangiz bo'ladi. Nima ish deb so'raysizlarmi? Park развлечения. Parkka raznорабочийlar kerak. Yotoq joy, registratsiya, obed, forma, issiq forma beradi. Bitta raznорабочийlar kerak. Videoni davomida qanaqa parkligini ham aytib o'taman, qanaqa joyligini ham qo'yib o'taman. To oxirigacha ko'ringlar, обязательно bir donadan like bosinglar va shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, tanish bilishlaringizga ham jo'natib qo'ying, tashlab qo'ying. Чтобы bekor yurgan akalarimiz ko'rib, inshaalloh kelib ishga joylashadi. Bitta yotoq joy, registratsiya forma, obedi бесплатный. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avans bor. Oyligi 120 ming rubl. Bir oyda 2 marta oylik va har hafta avans bor. Ish vaqti 11 soat. Nima ish qilinadi deb so'raysizlarmi? Bu yerga raznорабочийlar kerak. Hamma o'sha park territoriyasini tozalab beradigan, remont qiladigan odamlar kerak. Hozir parkning videosini qo'yaman. Qanaqa parkligini, qaysi joyda joylashgan, kimgaki ish kerak bo'lsa, srochniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Adreslarni tashlab beramiz. Ofisga kelasizlar, оформить qiladi sizlarni. Ertasi kundan o'sha ishga chiqasizlar. Smenasi 4 ming rubldan. Bir oyda 120 ming rubl topasiz. Akalar, opalar, polniy условиясini aytib o'tdim. Iltimos, kimgaki konkretni ishlaydigan odamlar bo'lsa, kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga, WhatsAppga, pastdagi nomerlarga, imoga aloqaga chiqishlaring mumkin. Yana ish haqida yana bir marta tushuntiradi, adreslarni tashlab beradi, kelasizlar, ishga joylashasizlar. Aytib o'tganimdek, bir mahal obed beradi, yotoqxona beradi, registratsiya qilib beradi, forma beradi, obed beradi. Akalar, opalar, like bosamiz, обязательно shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.